trend holatining uptrend holatiga o'zgarishi. Lekin bizda xuddi shunaqa narsa bor. Исторический maksimum, aynan oxirgi shakllangan исторический maksimum va исторический minimum bizga muhim sanaladi. Narx исторический minimumdan pastki holatda joylashgan va aynan shu исторический maksimumdan keyingi impuls undan tepa qismda joylashmoqda. Ko'rgan bo'lsanglar, umumiy klassikada oladigan bo'lsak, proboy, retest, buy. Ya'ni bu yerda ishlash holati qanaqa bo'ladi? Tak. Bugun tillarda aynan shu holat kuzatildi. Bizda исторический maksimum yorilib ketildi. Men dangalga o'taman. Qanaqadir bir rasmiy informatsiyalar bilan sizlarni boshinglarni qotirib o'tirgim kelmayapti. Aynan nima uchun kirildi, sabab nimaga chiqib ketildi. O'sha sabablarni hozir sizlarga ko'rsatib beramiz. Tak, исторический maksimumda bir donagina sham yorib ketdi. Ko'rgan bo'lsanglar, исторический maksimum